savol javobga o'tirishmaysan, yelchigani o'tirding da. Qiziq bo'ladi-ku savol javob. Otur. Ayağını yol olasın. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد. Utanırsam akalarini açığa geliyordu. Buraya da otur. Taşısana. Ramazonimiz oxirgi savol javob bo'lgan sababdan niyatlar to'g'rilab Alloh uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishlarni qilib desak, inshaalloh shunday ham savol qilamiz. Xo'p, otaparimni davom aytib o'tgandek qo'l ko'tarib javob beramiz. Salom beramiz. Siz shu yerda turasiz, chat tarafda. Chat tarafda. Birinchi qo'l ko'tarib keyin javob beramiz. Qo'l ko'tarmasdan javob berganlar qabul qilsa ham javob bermaydi. O'tirchi, Nadil Krishdagi. Yelkandan tepalab o'tib ketadi. Bismillah. Boshlaymiz. O'rnini olasiz. Ashtarafdan qo'l ko'targanlar. Sabr aka, siz olasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 25 yoshlarida Hadicha onamizga uylanganlar. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi ayollari Hadicha onamiz bo'lganlar. Payg'ambarimiz Hadicha onamiz o'tgandan keyin ikkinchi ayollari kim edi? Bilgansiz ko'pida? Ha? Yo'q, yonimda edi. Shu birodarimiz topdi. Savdo bint Zama degan ayollari bo'lgan. Savdo bint Zama degan. Xo'p, ikkinchi savol. Sahobalar ichida har birining bir o'zicha bir laqabi bo'lgan. Shularning ichida Risiyul Malaika, ya'ni farishtalar yo'qishadigan, usul oldirgan sahoba degan sahoba bo'lgan. O'sha sahobani to'liq aqlini aytish kerak. To'liq aqlini aytish kerak. Ahmadi Hamza ibn Xatolik ketdi. Xo'p. To'liq aytganlar bormi? Sayfulloh, qarayapsiz? Turib aytibsiz, Roshidlar. Hamza ibn Amr deb aytdi, lekin bitta xato bor. Yo'q. O Amir degan talaffuz to'g'rimi? Aytasiz, aytasiz. Hamza ibn Amir yo'q bu xato. Hamza ibn Abu Amir. Xo'p. Shu Muhammad Ali degan to'g'ri. Hamza ibn Abu Amir. Ya'ni Abu degan so'zni qolib ketayotganda shu sababdan berilgan ekan. Xo'p.
yana bir sahobalarni laqabi Katibul Vahiy, ya'ni vahiyni yozuvchi degan bir laqab olgan bir sahoba bor edi. Shu sahobaning to'liq ati kerak. Aytasiz. Zayd ibn Haris. Yo'q. Yani to'g'ri bo'ldi-yu, yani xato bor. Qo'l ko'tarib javob beramiz. Siz hozir oldingizmi? Zayd ibn Haris. Shundan to'g'ri javob berdi Zayd ibn Haris. Roziyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qachon vahiy tushganda shu vahiylarni yozib qo'ygan sababdan vahiy yozuvchi deb laqab olgan. Xo'p. Payg'ambarlarni bilamiz, payg'ambarlar har xil qavmlarga jo'natilgan. Samud qavmiga Solih alayhissalom jo'natilgan. Samud degan qavm bo'lgan. Shu qavmga Solih degan payg'ambar jo'natilgan.